Aman shunday. Распаковка и boshlaymiz. Распаковка. Birinchisi. Shunaqa ikki nabor. Yangi tug'ilgan farzandlarni og'iz bo'shlig'ini tozalash uchun. Mana shunaqa. Bizda yo'q, masalan, qo'ydan toplaysa bo'ladi. Keyingi narsa bo'lsa, nima rasmda ko'rsatilgandek, hozirda YouTube'da, Instagramda juda trend bo'lyapti. Roliklar tomonidan qorinni ketkazish uchun vakuum mashqini bajarish uchun foydalaniladi. Buni ham ishlatib, rezultati bo'ladimi yoki emas. Oldindan juda ko'p videolar chiqaverganligi sababli buni qildim. Mana bunda ulaydigan joylari bor. Ishlatib ko'rib, endi rezultatini qorinni yaxshi ketkazadi, to'g'ridan keyin yaxshi ketkazadi deb ko'pchilik ayollarni reklama qilganligi